sizga qarab, paq etib otib o'ldirib turib, pulinglarni o'g'irlab ketsam bo'ladimi? Hech qaysi biringlar tushunmaysizlar. Mana nechi pul? 200 ming so'm. Ismi nima buni? Misha. Bu Alisa-ku. Bivshi qizim bo'lardi. Men sotib ketdi. Ismi Alisa edi. Familiyasi Ramyongir. Iloji bormi? Men shu uyga kelganimda yugurib kelib quchoqlab turib, "Seni sevaman" deya oladimi? Bunaqasi ham bor. Qimmatroq. Qancha u? 1 million. Bo'lmabsizlar, 1 millionga men xotib olaman-u. Mana ismi nima edi? Bu ham Misha. Bu yerda hammasi Misha. Ha, Bitta siz bilan meni ismim boshqa qo'ygan hamma narsa Misha. Siz to'g'risini aytsam, uydan 5 ming so'm pul bilan Roltonga chiqqan bo'laman-da. Chosmi? O'shanga iloji bo'lsa 5 mingga nimalar bor? O'ynab yurishimga. O'yinchoq do'konmi? Voy, men Korzinka deb o'ylaman bu. O'yinchoq do'kon. Voy. Bu Tramatda, to'g'rimi? Qarang, agar men buni masalan Tramat ekan-ku, to'g'rimi? Shuni olib turib, sizga qarab, paq etib otib o'ldirib turib, pulinglarni o'g'irlab ketsam bo'ladimi? Yo'q, конечно, tushuntiramsiz. Siz bilan men o'g'illikda, xo'jayinni otib ketaylik. O'tiring, o'tiring. Qarochi, qarang. Siz aldab turgan vaqtimda orqasiga paq. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Kamera ekansa pax qilmasa. Telefoningizni shuna berib turing. Shuna lakas chaqirib tualetga yetib oling. Tualetda ham topolmayapman, dashi ishonasizmi? Unaqa chiroyli qaramang. Qaysi muzikachini yaxshi ko'rasiz? Rizayeva. Shahlo Ahmedova. 1 sekundda chiqarib berdi, ko'rasizmi? Yana bunda effektlari bor-da, 8lik konsert sloy. Bitta 8lik variantini eshitib ko'ring. Ko'rdim. Ayuvchalaringiz hozir o'ynab ketsa ham hayron qolmang. Yana bunda Instagram, TikTok, Facebook bormi? Bormi? O'shandan любой videoingizni MP3 skachasi qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi bez подписка. Buni nomi Sovet Insta Bot.